Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil birinchi mavzudan 74, 75, 76-masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. 74-masalaga qarasak, 23 gramm azot turoksid hajmini normal sharoitda litrda toping degan. Demak, azot turoksid molekulyar massasi 46 gramm taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 23 grammni 46 gramm taqsim molga bo'lsak, 0,5 mol kelib chiqadi. Hajmini topsak, 0,5 molda normal sharoit 22,4 litrga ko'paytirsak, 11,2 litr kelib chiqadi. Demak, bizda 74-savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'ladi. 75-savolga qarasak, 25,6 gramm kislorodning hajmini normal sharoitda litrda toping. Demak, kislorod molekulyar holatda 32 gramm taqsim molga teng. Molekulyar massasi. Miqdorini topsak, 25,6 grammni 32 grammga bo'lsak, 0,8 mol kelib chiqadi. Hajmini topsak, 0,8 molda normal sharoit 22,4 litrga ko'paytirsak, 17,92 litr kelib chiqadi. Demak, 75-savolimizning to'g'ri javobi bu D javob. 76-masalaga qarasak, massasi 12 gramm bo'lgan oltin gugurt 6 oksidda qancha miqdor modda bor? Ya'ni 12 gramm massasi 12 gramm bo'lgan oltin gugurt 6 oksidining miqdorini molda toping deyapti bizga. Xo'sh, mana bu oltin gugurt 6 oksid formulasi. Buning molekulyar massasi 80 gramm taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, bizda 12 gramm berilgan. 12 grammni 80 gramm taqsim molga bo'lsak, 0,15 mol kelib chiqadi modda miqdori. Demak, 76-savolimizning to'g'ri javobi B javob.